Alimdir dünyanın insanның jeni. Alimlar alimның biler qadrini. Yurtimiz alimның adibning kani, faxrlan dunyoga mahmud vatani. Kimning bari mushundaq alimi qani, faxrlan dunyoga mahmud vatani. Har qandaq millat o'z tarixida o'tgan mashhur shaxslar bilan faxrlandi, g'ururlandi. Mashhur shaxslar yo'q millat to'lma bichora millatdir. Hammamizga ma'lum Mahmud Kashg'ari bütün dunyoga tanilgan ulug' tilshunos yetuk olim. U ilm dunyosida ma'rifat chirig'i, ma'rifat peshvosi, dilni oqartuvchi ustoz degandek saltanatli nomlar bilan ta'riflanib kelmoqda. Buningdan ulug' olim Mahmud Kashg'arining insoniyatning madaniyat, ma'rifat xazinasiga qo'shgan to'pisining naqadar zo'rligini, uning insonlar qalbidagi o'rnining qanchalik yuksak ekanligini ko'rib olish tas emas. Bugungi programmamizda biz yozuvchi Farhadchilarning Mahmud Kashg'arining hayotiy faoliyatiga bag'ishlangan tarixiy romani Mahmud Kashg'ari haqida suhbatlashamiz. Men avval suhbatga ishtirok qilgan ikki aziz mehmonni tanishtirib o'tay. Yozuvchi, tadqiqotchi Farhadchilar efendi. Xinjiang Pedagogik Universiteti Adabiyot institutining professori Abdubasir Shukur efendi. O'tmishdagi Çin insonlarning ro'yiti bizni kelgusidagi tarixni yezish qirg'batlantirdi. Tarixiy kartina yaratish albatta bir yozuvchi uchun oson ish emas. Mahmud Kashg'arining hayotini men bir roman qilib yozaychi degan bir iroda ekandim-da. İjtimoiy turmushning hammasini o'ziga xos xususiyat bilan tasvirlab chiqqan. Endi shu tarixiy shaxs, tarixiy kartina yaratish albatta bir yozuvchi uchun oson ish emas. Undaqda Faradga siz shu Mahmud Kashg'ari romanini qandaq bir hissiyot va qandaq bir ta'sirdan mustaq bir mashhur bir shaxsning hayoti qo'ldan yaqlingan mustaq bir romanni yaratishga qolgandingiz. O'rta maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda Xinjiangning qisqacha tarixi yozilgan bir rus kitob qo'limga tushib qoldi. Buni o'qisam, shuning ichidan Mahmud Kashg'ari, Yusuf Balasag'oni degan ikki ism chiqib qoldi-da. Mening bu ismlarga tunji qidim uchrashgan vaqtim shu. Buni ko'rgandan keyin men bir xil hayajonlanish bo'ldi ichimda. Shundan keyin nurg'un yillar o'tib ketdi. 79-yilga kelgan vaqtida men shu Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasiga rasmiy xizmatga o'rinlashdim. Bu chaqda shu akademiyada shu bir guruhga maxsus tashkillangan odam Mahmud Kashg'arininki asari Turkiy tillar divonini tarjima qilayotgandi. Men bu ustozlarga, bu peshqadam olimlarga havaslanib qarab qolatdim. Ularning Mahmud Kashg'ari to'g'risida, Turkiy tillar divoni to'g'risida qilayotgan gaplarini butun vujudim bilan berilib anglab ketdim. Bunday gaplarni anglashdan zerikmaydim. Oxiri verib men o'zim Mahmud Kashg'arining hayotini men bir roman qilib yozaychi degan bir irodaga keldim-da. Divonni tarjima qilayotgan peshqadamlarga men shunday Mahmud Kashg'arining hayoti to'g'risida bir roman yozmoqchi bo'layapman deb dedim ularga. Deganki bu gapni anglagandan keyin har xil inkoslar bo'ldi. Lekin yana bir qism shu peshqadam olimlar mush ishni qilayotganlar meni qo'lladi. Meni rag'batlantirdi, meni ilhomlantirdi. Bu yerda men Alloh tilg'og'im keldi. Bizning peshqadam ustoz, olim, ataqli tilshunos Ibrohim Muti akam, ataqli tilshunos Mirsulton Osmonov akam, hurmatli Amina G'appar dadam. Bu rahbarimni meni qo'llash yuzidan menga qulaylik sharoit yaratib berdi. Shu hurmatli ustozlarga, shu buyuk olimlarga mushbisatim payinib o'zimni cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Mahmud Kashg'ari degan shu romanning yozilishida ularning ajri bor. Endi shu romanni yozish jarayonida Faradga siz necha yil material to'plab izini tayyorlik qildingiz? 3 yildak vaqt ashib ketdi men. 92-yili yozilib bo'ldi. Nashriyotga topshirdim. 94-yili nashrdan chiqdi. Endi Abdubasir romanim mush asardinki adabiy qimmatiga bir baho berib qo'ygan bo'lsangiz. Endi bu Mahmud Kashg'ari to'g'risidagi tema nayt keng doira bilan bog'landi.
Endi mağu tema 1000 yıl olup ketken tema. 1000 yıl ilgirki real tarixni tekşiriş için tarixşünaslarning mushu jihatdagi tadqiqoti, tilshunoslarning mushu jihatdagi tadqiqoti, sotsiologlarning qadimgi tadqiqotini shu manda qiladigan gap. Endi mushu tarixiy temini Paratkam atrofliq tadqiq qilgan va izlangan. Izlanib, mushuning ichidagi har bir tarixiy shaxs, tarixiy voqea, ayni vaqtdagi sulola va ijtimoiy turmushning hammasini o'ziga xos xususiyat bilan tasvirlab chiqqan. Her bir personajga özü xas ma'naviy dünya, xoslik, xarakterchilik berilgan. Yana bir nokta benim o'ylaydiganim, bu badiiy tilni Paratkam bu romanda yaxshi kabalat qilgan. Mushu Bag'doddan tortib toki Xoqoniyagacha bo'lgan orliqdagi har bir rayonlarning o'ziga xos alayliklar bo'yicha bizning hozir zamon uyg'ur tilida yozgan bo'lsa-mu garchi. Şu til alaylıklarını roşen gevdlendirip berilgan. Yana bir jihatdan mening o'ylaydiganim, Paratkam o'zi tilshunos. Til tadqiqoti bilan shug'ullangan. Bu yozayotgan temining o'zi bir buyuk tilshunos. Agar Paratkam o'zi tilshunos bo'lmagan bo'lsa edi, buning ichidagi nurg'un xos atalg'ular bor, nurg'un terminlar bor. Qadim tillerimizin münasebetlik bazı etimologiya meseleleri çetildiğin inçkin noktalar var. Moşu noktalarını başka adam bulsa menimce şu yoğurtmağına ait tasavvulatı mı gelirim. Bu bir vasıta bediye kıymet tesir gösteren neyse. Moşu cihetlerine etkanda Mahmud Kaşigari romanı bediye cihetin hakikaten muvaffakiyet kazangan bir roman desek bulur da qarayman. Şunlar, endi bir eserinin ki edebi kıymet meselesi de endi. Konkret aldı kandak halkılarını göz tutuşu boludu. Birisi obraz deyimiz endi biz. Mesela biz Mahmud Kaşigari romanda bunun da asaslık obraz Mahmud Kaşigari. Moşunu çördügen aldı, moşunu olan münasebetlik bo'lgan nurg'un odamlar ichidildi. Bu bir ijtimoiy muhit yaşaydı. Moşularning hammasining o'ziga xos, bir-biriga o'xshamaydigan obrazlarni tasvirlash bu yozuvchining cho'ng mahorat bilan qilgan bir nokta. Yana birisi endi biz tilni deymiz ko'proq, badiiy tilni. Bu badiiy til endi biz odatda og'zaki bayon qilib berolmaydigan shunchalik yaqinlik, shunchalik ravon, shunchalik obrazlik shunday bir til. Badiiy asarning hammasida shunday til talab qilindi. Romanda texim shunday. Endi Mahmud Kaşigari romanda bu bir tilshunosni yozayotganimiz uchun katta olimning tasavvuridan chiqadigan hikmatlik, bunday obrazlik Mundaq til bo'lishi kerak. Üçüncü bir noktada biz badiiy adabiyotda badiiylikni kafolatga qildirilganda biz syujet qurilmalarni tutamiz. Bu syujet qurilmasi odatda odam jalb qilgan muhim bir nuqta. Mushu halqalarni biz badiiy adabiyotda endi badiiylikni kafolatga qildigan muhim nuqtalar deb qaraymiz. Bular endi mushu bizning Mahmud Kaşigari romanida Paratkamning bir muvaffaqiyati. Tarixiy roman badiiy faoliyat bilan ilmiy tadqiqotning cho'g'lanmasi bo'lishi kerak. Mushaqqatlik, ammo ma'nilik, Çinlik asosidagi tasavvur. Tasavvur asosidagi çinlik. Çinlikqa hurmat qilgan. Endi Paratka Mahmud Kaşigari romanida Mahmud Kaşigarininki mushu o'smirlik vaqtidan tortib yoki umrining oxirigacha bo'lgan mushaqqatlik, ammo ma'nilik ketmishlari suratlanibdi. Hem de müştak bir çoğun temini suretlashda siz ko'proq tasavvur parazga tayandingiz mı yoki tarixiy hujjat materiallarga ko'proq murojaat qildingiz mı? Mahmud Kaşigari yalnız bizning Şinjan'da emas, Jungo'da emas. Belki bu bütün dünya miqyosidagi mashhur bo'lgan bir buyuk olim. Bundoq bir tarixiy shaxsning hayotini yozib chiqishda albatta mas'uliyatchanlik bilan izlanishga to'g'ri keldi. Shuning uchun men ishni material yig'ishdan boshladim. Mahmud Qashqari to'g'risida, Turkiy tillar divoni to'g'risida, Mahmud Qashqari yashagan davr to'g'risida, ya'ni Qaraxoniylar xonadonligining tarixi to'g'risida turli yo'llar bilan izlab buni ketib yig'dim. Qitirqinib o'qib o'rgandim. Men jug'rafiyalik sharoit bilan tanishish uchun Qashqarga bordim. Mahmud Qashqari yashagan u mang'an yo'llarni mengib, u ko'ygan o'tlarni ko'yib, uning o'ylaganlarini o'ylashga tirishdim. Shuning bilan asrlarning chang to'zonlari ostida ko'milib qolgan qadimgi karvon yo'llari ko'zlarim oldida qaytadan
içilip görüngендek oldu. Bunun da tarihi çinlikni tasavvur orqali gavdalantirish kerak. Shu Mahmud Qashqariy romanida çinlikmi bor, tasavvurmi bor. Undaq aytganda çinlik asosidagi tasavvur. Tasavvur asosidagi çinlik. Men kitobxonlarga iloji va o'qirmanlarga haqiqiy tarixni yetkazay deyman. Sizchimi shu Mahmud Qashqariy romanida bundan 1000 yil burungi tarixiy reallik chinlik bilan aks ettirilgan deb qaramsiz? Men shunday qarayman. Endi bizda shu Mahmud Qashqariyning Divoni lug'ati turki dunyoda nashr qilingandan keyin rostini aytganda nurg'un olimlar shu divan haqida va divan yaratilgan tarixiy sharoit haqida jiq izlangan. Avtor shu vaqtdagi tarixni, shu vaqtdagi ijtimoiy sharoitni, shu vaqtdagi madaniyatni agar atrofga tushganmasa, bundoq bir asarni yozib chiqib bo'lmaydi. Buningda masalan divanning o'zida ancha jiq ma'lumot bo'lmagani bilan ashuni ichidagi muayyan bir so'zni izohlash uchun degan kichikkin bir uchur xarakterli masalalarni olimlar cho'nqur tadqiq qilgan. Mushu masalalarni hammasini shu tarixiy tadqiqot bizga ta'minlab bergan butun ilm sohasi e'tirof qilgan. Mushundaq voqealiklarni, tarixiy voqealiklarni yaratgan olgan. Mushunga qaraganda bu chinlikqa hurmat qilgan bu roman. Mushu chinlik kapolatga ega bo'lgani uchun bu roman bizning kitobxonlarimizning suyib o'qishiga sazovor bo'lgan. Chunki mushu nuqtani aytganda men deyman, bu Mahmud Qashqariy romanda haqiqatan chinlik to'liq kapolatga ega bo'lgan bir roman. Paratgan shu romanni o'qisam, bu romandagi ikki tafsilot meni diqqatimni jalb qildi. Ya'ni romanningki birinchi qismining 12-bobidagi Navro'z bayrami degan bobida Mahmud Qashqariy bilan Yusuf Hazajib Oziq qal'asida bir qatim uchrashadi. Ikkinchi qismi romanning ikkinchi qismining 10-bobida. Ya'ni Bag'doddagi xalifa huzurida ikkalan yana bir marta ambiyat uchrashib suhbat qurdi bu yerdan. Endi mushu ikki buyuk kishilarimizning ham mushu uchrashgandiki, shu yerdagi suhbatini biz kitobning o'zidan bir o'qib, undan keyin shu vaqtdagi bir muloyimlikni qilib baqsak. Tanishib qo'ygan Mahmud dedi Hasan degan bu yangi mehmonni ko'rsatib. Shoir Yusuf Balasag'uni Balasag'lik Mavlonlar ichida men uni alohida qadrlayman. Tanishganimga xursandman, muhtaram Yusuf Balasag'uni hazratlari, dedi Mahmud. Bu yani o'z uyingizda ko'rgaysiz. Biz ikkinchi tafsir qarab boqaylik. Mahmud Qashqariy bilan Yusuf Hazajib bir-biriga tikilib qarab qolishdi. Ondan har ikkisi un-tunsiz qo'l elishdi, quchoqlashdi va yana bir-biriga qarashdi. Qilishdigan gaplar shuncha ko'p bo'lsa-mu, hayajondan har ikkisining og'ziga gap kelmay o'tadi. Arada Yusuf Balasag'uni romanni ichib kitobni chiqardi-da, Mahmudga ikki qo'llab uzatdi. Bu oddiy amgigim sizga yodgor bo'lib qolsin. Mahmudning kitobni qo'sh qo'llab qabul qildi. Kitobning qo'ng'ir rangli ko'k muqovasiga oltin rangli ko'zning xati bilan Xitoyga bilik deb yozilgan edi. Mahmudning o'rnidan turib tekchilik kitoblardan birini oldi. Bu Peqirning arzimas amgigi. Divan lug'ati turk deb o'qidi Yusuf kitobni muqovasiga qarab. Rahmat, Mavlona Mahmud. Ular divan lug'ati turk ustida muhokama yurgizib, xeyli uzun suhbatlashdi. Endi romanni o'qigan har qanday bir o'qirmanningki nazaridan qochib qutulmaydigan bir tafsilotlar ekan bu. Mushu ikki tarixiy shaxsningki qayerda qanday holatda uchrashib suhbatlashganligi haqidagi bu ma'lumot hozirgacha tefi men bildigan materiallarda texnik aniq bir narsa deyilmaganda bu shakda. Anavgan siz endi baratgan bu ikki qatim uchrashtirib suhbat qurg'izib endi mushaq qilishda siz endi nega asoslandingiz endi? Birinchidan Yusuf Hazajibnimi shu Mahmud Qashqariy bilan teng o'rinda turgan shu davrning buyuk olimini kitobxonlarga tanishtirish, shu vaqtdagi ma'lumotni topshirish maqsadida. Yana birisi bu ikkisiniki shu vaqtda tanishganligi, o'zining ilm ma'rifat ustida suhbatlashib kitoblar almashtirgan shu usul bilan bularni tanishtirdim. Endi yana bir masala, jiq olimlar shu Divani lug'ati turing tadqiq qilgan olimlarmi mushundaq qarashlarni, hatto Xitoyga bilikni tadqiq qilgan olimlar shular ekan.
Yusufqa Sajib bilan Mahmud Kashg'ariy bir davrning, ya'ni Xoqoniyaning katta olimlari turliq hech qaysi o'zining asarlarida bir-birsiz ko'rishganini demaydi. Ko'rishmasligi mumkinmi? Bu yerda bir masala bor. Divoni lug'ati turkda Yusufqa Sajib bilan ko'rishganligini eskartish mumkinchiligi bo'lmaydi. U xos bir asar. Qutatqu bilikmi shundaq. Buningdan ben Mahmud Kashg'ariyda bir odam bilan ko'rishdim deydigan yeri yo'q uning. O da xos bir asar endi. Balki ularning o'zi xos xotirlari chiqib qolgan bo'lsa edi. Hozir bizga faqat kelganmish shu. O texim yaxshi bo'lar edi. Ammo shundaq sharoitda agar mushuni ashnaq bog'lamagan bo'lsa, menimcha yana mushundaq bir savol, mushu tarixiy roman uchunmi qo'yilib qoladi. Bir yer chalib qolgandek, mushundaq bir kamchilik shakllanadi. Yaxshi yozilgan asar o'qirmanlarni o'ylashga majbur qiladi va shu orqali ularning yo'shurun aqliy kuchini qo'llaydi. An'anaviy romanchilikdagi aslima kirishtirish, tazkir kirishtirish bilan 11-asrdagi voqealarni imkon qadar to'liq kirgizishga tirishdim. Urush davridagi bir buyuk bir simon. Qaratgan shu Mahmud Kashg'ariy romanida personajlar obrazini yaratishda an'anaviy romanchilikdagi aslima kirishtirish, tazkir kirishtirish bilan konkret jarayonni suratlashga ortiqcha kuchab ketishdan xeli zo'r darajada saqlanib, oddiy tasvir, ixcham bayon orqali o'qirmanlarga xeli zo'r darajada tasavvur bo'shliq qoldiribsiz ham. Bu xil usul orqali tarix roman ijod etdiki, chillik bilan badiiylikning munosabatini muvaffaqiyatli bartaraf qildi deb o'ylaysiz. İmkon qadar bu tarixiy voqealarni, Mahmud Kashg'ariyga divonga munosabatli 11-asrdagi voqealarni imkon qadar to'liq kirgizishga tirishdim. Shuning uchun bu asarda chinlik gavdalandi deb hisoblayman. Endi badiiylik masalasiga kelsak, badiiylik asarning badiiyligi har xil uslubda, har xil shaklda bo'lishi mumkin. Bunday aytganda, o'xshamaydigan badiiylik uslublari bo'ladi. Shuning uchun men o'zimning ditim bo'yicha, o'zimga muvofiq deb hisoblagan bo'yicha shu yo'l bilan yozdim. Ham buningki o'qirmanlarga qanchalik ta'sir qildi, boshqalar qanday baho berdi, Onu ben bir nima diyemeyim. Yazgıcı yazıdı, okurmanlar baha verdi. Mahmud Kashg'ariyninki Kashg'ariyga qaytib kelgan vaqtda odatda ko'p men kelgan materiallarda 1085 atrofida deb qaraldi ekan. Sizning romaningizni o'qisam 1094-yili Xoqoniyaga, ya'ni Kashgar qaytib kelganligi haqida ma'lumot bor ekan endi. Demak, materiallardagi 1085-yil atrofida Qashqa opal qaytib keldi degan ma'lumot bilan shu sizning romaningizda deyilgan 1094-yil qaytib keldi degan shu jilnomada biroz to'qinish bormi qandaq? Mahmud Kashg'ariy bu o'zining yurtini tashlab musofir bo'lib chiqib ketishidagi sabab buning o'rda siyosiy o'zgarish bo'ldi. Uning dadasi, bovisi, yaqin urug' tuqqanlar hammasi qildi. Demak, u chaqda bular ketgandan keyin buni Qashqardagi taxtni bu Mahmud Kashg'ariyningki oti bo'z bilan dushmanlashayotgan taraf taxtni qo'lga oldi. İbrahim degan taxtga o'tirdi. Keyingi vaqtlarda İbrahim Tekin o'lgandan keyin u Hasan Bo'g'raxon u taxtga chiqdi. Mahmud Kashg'ariy shu Bag'dodda vaqtida, demak bu Qashqardagi taxtda shu Mahmud Kashg'ariyningki jamiyat bilan dushmanlashayotgan bir jamiyat huquq tutib turibdi. Hasan Bo'g'raxon huquq tutib. Shuning uchun bunday bir sharoitda uni Qashqarga qaytib berish mumkin emas. O qandaq vaqt qaytib bora oladi deganda faqat Hasan Bo'g'raxon o'lgandan keyin taxt olmishib uning o'rniga Ahmad Arslanxon chiqqandan keyin uningdan keyin berishi mumkin. 1105-yili Qashqardan bir elchilar umiga kelib Bag'dodga Ahmad Arslanxon taxtga chiqdi. Deb shundan xalifadan bir diniy unvon talab qilib keldi. Shu chog'da xalifa unga diniy unvon ato qildi. Andan keyin jamiyatniki tugaganligini va yangi bir jamiyat chiqqanligini uqqandan keyin aniki Mahmud Bulov bilan birga ketdi. Anda esa tarixiy uyg'un bo'ldi deb hisoblayman. Shunga bu cho'qim 1105-yildan keyin bordi Qashqarga qaytdi. Masalan, siz bu Mahmud Kashg'ariy romanini jiroq va kang davr ko'rinishidagi voqealikni yoritish, personajlar obrazini suratlashda tarixchilik hurmat qilish bilan badiiy tasavvurning kuchi to'liq amalga oshirilgan deb qaraymiz mana. Albatta, amaliyotda biz bu romanni o'qigandan keyin biz shu Qarixonlar xonligi davridagi shu keng O'rta Osiyodagi har qaysi xonliqlar,
har qaysi turkiy tilli qabilalar, hatto shu vaqtdagi ijtimoiy madaniy muhitlargacha bir kang tushunchaga ega bo'lamiz. Mushuningdan qarag'an vaqtda bu tarixchilik intayin yaxshi yo'rgan. To'qilma qildigan imkoniyat tarixiy asarda odatga asar qaraganda nayt tar bo'ladi. Uning ustiga bu hamda bir uyg'unish davridagi bek buyuk bir simamdi. Buni qanday yozmoq lozim? Buni hamda yozuvchi nayt inticha tahlil qilib, shu obrazni haqiqiy turmushchiligiga, shu davrning turmushchiligiga bab keladigan qilib tasvirlab chiqqan. Mushu nuqtadan qarag'an vaqtimi roman muvaffaqiyatli chiqqan bir roman. Shunga badiiychilik bilan tarixchilik bu romanda haqiqiy birlashtirilgan bir roman. Bizning tarixiy romanchiligimizda hozirgacha Uyg'urlarda yozilgan tarixiy romanchilikda kitobxonlarimizning o'rtaq e'tirofiga erishgan romanlarning birisi bo'lish bilan men mushu jihatda muvaffaqiyat qozongan roman deb qarayman. Romanni o'qish orqali yana bir masala kallamda bir chigish bo'lib turdi endi. Mahmud Kashg'ari taxminan 1070-yillar atrofida Bag'dod xalifaligiga borgan vaqtning o'zida mashhur sharq mutafakkiri ulug' olim Al-G'azali bilan uchrashdi. Uchrashgan vaqtning o'zida tunji qatim Mahmudning ko'z oldida Al-G'azali soch soqollari tishlab oqargan bir ishqadam sifatida namoyon bo'lgan ko'z oldida. Mening bilishimcha Al-G'azali Mahmud Kashg'ariydan to'g'ri 50 yosh kichik. Unda olganda 1070-yili Mahmud Kashg'ariyning ko'z oldida namoyon bo'lgan ishqadam olimninki simasi qanday turib qachasa qilib aqargan mana ishqadam bunday siyaqda emas. 12 yoshga kirgan bir bola sifatida namoyon bo'lib qoladigan bir ishlar bo'lgan. Shunga bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Buni men yozayotgan vaqtida menda bir ideya bor edi menda. Nima desa shu Mahmud Qashqariyning yezish jarayonida shu davrda o'tgan bizning tariximizda o'tgan atoqliq olimlar, umuman mashhur shaxslar imkon qadar ko'proq kirib ketdi shu romanning ichiga. Deydigan. Shuning uchun men shu ideya bilan buni kirgizgan. Ularni Mahmud Qashqarda ko'rishgan vaqtda bir kichik bola deb ko'rishtirgan bo'lmaydi-da. Menimcha bunday Iroq qadimiy tarixini aks ettirgan bir tarixiy romanda endi sal kengroq doir tarixiy shaxslarni kirgizsa menimcha bo'ldi. Bizga yetib kelmagan nurg'un tarix uchurlar bo'lishi mumkin. Yanimda nurg'un olimlar uchrashgan bo'lishi mumkin Mahmud Kashg'ariylar. Lekin endi ulardan bizga qolgan mirosda bunday uchurlar bo'lmaganligi uchun biz buni deyamayapmiz. Lekin badiiy asar uchun tarixiy asar bo'lish bilan birga badiiy asar bo'lganligi uchun menimcha bu imkoniyatni bas tamoman bo'ldi. Tarixni hech kim o'z orzusi bo'yicha o'zgartirmaydi. Ammo tarixni savob va ibrat elish donishmandlarning qismatidir. Tadqiqot tekshirishda bo'lganligini Mahmud Qashqari o'z da'vatdan ko'rsatdi. Badiiy yo'l bilan bizga eng yuksak darajada ko'rsatib berdi. Bir qism tadqiqotchilar nazarida Mahmud Kashg'ariyninki Bag'dodga borganligi, Aqsning ismidan Bulgariya ekanligi, o'ylanganligi masalasi, mushna taraflarni, hattoki ba'zida mushu kang qirchoq dalasida, mushu Volga daryo bo'yigacha araliqda mushu tadqiqot tekshirishda bo'lganligini e'tirof qilmaydigan mana ahvollar bor ekan. Bu yag'an bu unda qilmagan, unda qilishi mumkin emas. Mahmud Kashg'ariy mushu o'zininki xalqninki mushu tavasidan chiqmagan Bag'dodga berib qandaq turiyadi kitobini Abbasiylar qalbsining 27-si Bulg'asim Abdullah bin Muhammad al-Muqtadi bi amrillah taqdim qilganingga butunlay bu o'ydirma bundaq ishlar farq bo'lmagan deydigan qarashlarni tushuntirdigan endi. Mushuninga nisbatan sizning qarishingiz qanday? Bu Mahmud Qashqariyning shu Turkiy xalqlar, qabilalar yashaydigan hamma yurtlarni kezib, qipchoqatda etil Volga daryo bo'ylariga berib, qipchoq dalallarini kezib kelganligi, keyin Bag'dod qo'yib, uni xalifaga o'zining asrini armag'on qilganligi. Buning hammasi divanning o'zida bor bu gaplar. Mahmud Qashqariy o'zi deydi men. Aniki divanning yana oxirgi bir yerda bu shu Hijriy 10-yilda deydi, hamda shu vaqtida men buni yozib bitirdim. Yozib to'tqitim tahrirlab o'zim ko'chirib qaytadan 1075-yilda kelgan vaqtda xalifa Maqsud bi amrillah Muqtadi hazratlariga buni armag'on qildim deb o'zi Mahmud Qashqariy o'zi da'vatgan gap bo'lsa. Basirmalim mush romanninki badiiy pallis qayerda?
Birisi roman Qori xonlar xonligi davridagi shu bizning madaniyat, real turmush, tarix, etnografiya, shunga oid nurg'un uchurlarni badiiy yo'l bilan bizga eng yuksak darajada o'tib berdi. Biz shuni boshqa romanlardan uchirta olmaymiz, boshqa manbalardan ko'rolmaymiz. Buni xuddi badiiy adabiyotning bizni ko'rsatib berayotgan shu obraz tuyg'usi bilan yetkazib berdi-da. Buning eng cho'ng bir badiiy ustugi. Ikkinchi bir badiiy pallasi, endi mushundaq bir tilshunos olimning tarixda o'tgan mushundaq bir cho'ng olimningki badiiy obrazni bizga eng mukammal yo'rtib bergan birdan-bir asar. Shuning uchun bu uning yana bir cho'ng badiiy pallasi. Endi uchinchi mening deydiganim, bu roman til jihatdan intayin yaxshi, mening qarashimcha. Til intayin ravon. Ommabop tushunishlik, obrazlik. Andan keyin ig'ir jumla yo'q. Til jihatdimi bu roman bizga ulgu bo'lgan romanlarning birisi. Shu jihatlardan men bu romanni bir badiiliga alaydi. Yaxshi kabalarga yuqori romanmiki deyman-da. Mahmud Qashqariyning davomli iznish ro'yi bizga ilhom berdi. O'xshashmagan madaniyatlar farqi, urf-odat masalasi, material ko'rishlar tasavvur yana birlashgan. Mahmud Qashqariy divan yozgandan uzun vaqtlar ketish mumkin. Ana Faradga roman ta'sirlangan ayni davrdagi o'xshashmagan madaniyatlar farqi, urf-odat masalasi, shundaqla jo'g'rafiyaviy xosliklarni siz qanday bir taraf qildingiz? Buni 1000 yil burungi jo'g'rafiy sharoit hozirga o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Asosiy jihatdan o'xshasa yana bir muncha farqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men buni endi mana keyin asosan shu hozirgi ko'z qarash bo'yicha yozdim endi. Uning tabiiy manzarani anchalik fikrlab kirib ketmadim. Yana bir tarafdan aytqanda men bammiga yerlar masalan, chegirning sirdagi yerlarniki tabiiy sharoitni qanday qilish kerak deganda, buningga shu ruscha materiallar ham jaq bo'ldi. Bular shu Sovet ensiklopediyasida har bir yerlarniki, har bir davlat, har bir rayonlarniki tanishtirish qismlarida ashlarning tabiiy manzaralar bergan suratlar bor. Aydinni ko'rib, ashlarni qarab, og'aylarimi bor. Demak, buni yanala shu bunday qilib yana shu material ko'rishlar tasavvur yana birlashgan. Demak, masalan, siz cho'g'andami buni bir tarixiy romanchiligimizdagi bir muvaffaqiyatga chiqqan bir asar deyishga bo'ladi ekanda. Albatta. Mahmud Qashqariy romanida aks ettirilgan shu hudud, ana shu jo'grafiyalik muhitga shuni agar paratgan birdan ko'rib yozaman desa, Mahmud Qashqariy divan yozgandan uzun vaqtlar ketish mumkin. Bu imkoniyatning bo'lishimi tas. Endi hozirgi uchur sharoitida yana birisi nurg'un uchurlarni o'sha turib topib bo'ladi. Ammo shu usul foydalanganim to'g'ri endi. Endi albatta ba'zi bir so'zlarda biz endi bugungi tilimiz bilan yozamiz mana. Asli bu Mahmud Qashqariylar xoqoniyat tili bilan so'zlagan biz qoldirib ketadi, lekin undan qismingiz bizning kitobxonlarimiz qanday qildi? Mushlar ziddiyat kelib chiqdi bu yerda. Ammo shunday yozmaylar amal yo'q. Shuna ba'zi odamlar deyish mumkin, Mahmud Qashqariy shunday gap qilganmidi deyish mumkin. Albatta bu bugungi odamlarimiz uchun yuz berayotgan Mahmud Qashqariy bo'lgani uchun bugungi tilimiz bilan bo'ladi bu hamda. Bu hamda shu bugungi tarixiy romanchiligimizning ehtiyoji. Shunga bu mukammal roman deymiz. Qadrli ko'rman do'stlar, yaxshi kitob dil chiriqi, hayot mash'ali. U bizni uzluksiz tirishishga, izlanishga, yuksaklikka undaydi. Bugungi programmamiz mishat oxirlashdi. Kelarki programmamizda yangidan yangi suhbatlar huzuringizda bo'ladi. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar.